birinchi qavatdan to'rt xonali qidirayotganligi zo'r variantga kelganmiz. Yunusobod tumani 11 kvartal. Megaplanetdan 300 metr ichkarida kirganingizda joylashgan bo'ladi. Bu yoq tomon 3 qahramonning yo'liga yo'ldan 3-dom bo'ladi. Mahalla tinch, juda ham zo'r joyda joylashgan. Tartibsiz emas xonadonimiz. Remontlari ham yaxshi holatda. Kirib yashasanglar bo'ladigan xonalar razdelli. Umumiy maydon 80 kvadratdan iborat. 4 qavatli domimizdan birinchi qavatda joylashgan. Orqa oldi agar o'tib bor. Narxini har doimgidek sraz aytib o'taman. Narxi $91,900 qo'yilgan o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar va albatta Telegram kanalimizga obuna bo'linglar, chunki Telegram kanalimizda uylar juda ham tez sotilib ketyapti. Endi esa uyimizdan to'liq obzorni ko'rib chiqamiz. Главный podyezddan kirish eshigimizda kattagina prixoshkamiz bo'ladi. Birinchi o'ng tomondan xonamizni boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi spalniy xonamiz mana. Hop, bu yoq tomonda mana sanuzilimiz, ya'ni hojatxonamiz. Sanuzil razdelniy bo'ladi. Hop, mana ikkinchi spalniy xonamiz. Bu yoqda narsalar ko'p ekan. Bu yoq tomonda mana zal xonamiz, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda ikkita xona bir xil bo'ladi razmeri. Bu yoqni zal qilib qo'yishgan ekan. Mana bu yoqda ham razmer bir xil 315 ga 520 bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Xohlasanglar bu yoqni zal qilib foydalansanglar, xohlasanglar narigi xonani zal qilib foydalansanglar bo'ladi. Mana bu yoq tomonda sanuzilimiz, ya'ni hammomimiz joylashgan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Hop, bu yoq tomon kuxonniy zonamiz mana. Bu yoq tomon balkonniy zonamiz mana ko'rishingiz mumkin. Balkonimiz ham 1,5 ga 6 bo'ladi. Hamma yoqda akvaryumlarimiz bor, reshetkalar qo'yib ketilgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Videomizga like bossangiz, sizlardan chiqmasin. Sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.